Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Qo'zimurodov va bizani bugungi navbatdagi videomizda o'tgan safar YouTube kanalini tasdiqlagandik. Premium SMS bot orqali bugun esa sizlar bilan Telegram akkaunt uchun virtual nomer olib ko'ramiz. Xo'p, demak, agarda sizga ham bu sifatli tarzda nomerlar taqdim etadigan bot kerak bo'lsa, kommentariyani birinchi qismiga zakrepit qilib qo'ygan bo'laman yokida opisaniyada bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ikki joydan topishingiz mumkin. Ikkitasiga ham qo'ygan bo'laman. O'sha yerdan qidirsanglar bemalol topasizlar. Demak, biza videomizni boshladik. Xo'p, tayyor botdaman. Nomer olishni bosamiz. Tayyor Telegram akkauntlar. Xo'p, bu yerda nimalar bor? Hindistonning nomeri bor, Nepalning nomeri bor. Har xil. Keyingi hozir o'rtacha qaysi nomerlar yaxshi ekanini men bilmayman. Tavakkal olib qo'ya qolaman. Sizlargayam maslahatim hozir mana qaysi anaqamda chiqsa, ya'ni kod jo'natib bemalol ocha olsam, o'shani olishinglarni maslahat beraman. Tak, hozir shoshmay turinglar-da, men ko'k Telegramni olib qo'ygan ekanman, olib qo'ygan ekanman. O'sha joyga faqat ko'k Telegramdan ochish kerak, qolganlarga SMS jo'natmaydi. Mana keyingi bu yerda hammasi 25 ming so'mdan boshlanar ekan. Oshgan sari qimmatlab ketyapti. Hozir bizada byudjetimizda liberaldan to'plangan 10 ming so'm bor. Demak, biza Nepalnikini yoki Bangladeshnikini olishimiz kerak. Qaysi davlat xavfsiz? Keling, mayli, Nepalni ko'ramiz. Sotib olish. Xo'p, kodni so'rashni hozir bu yerga buni raqamni avval saqlab olamiz. Endi esa ko'k Telegramga o'tamiz. Ko'k Telegram bizada suhbatni boshlash. Nepal haqida mana Nepal. Tak. Qo'yish mana shu 977 ni olamiz. Endi esa bo'ldi. Hozir nomer bloklanmagan bo'lsa chiqish kerak. Telegramni yopib qo'ydim men. 977. Yo'q, 900. Hozir ko'ringlarchi. Tak. Bizaga o'sha yerga jo'natdim deyapti. Demak, kodni so'rash. Mana. Hozir biz buni sразу olmasak bo'lmaydi. So'rab o'tib ketishi mumkin. Voy, onangni. 18 952. Xo'p, mana bu Telegramni oldik biza do'stlar.
Mana sizlargayam sifatli Telegram akkauntlar kerak bo'lsa, albatta premium SMS botini tavsiya qilaman. Bot manzili esa kommentariyani birinchi qismida va описаниеda bo'ladi. Bu Telegram olish, ya'ni sifatli bankga kirmaydigan Telegram akkaunt ochish haqida bo'ldi. Sizlargayam shuni maslahat beraman. Ushbu botdan foydalanish. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganing uchun. Agarda video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu videoga bir like va kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqchani yo'q qo'yishni unutmang. Sizlar bilan doimgidek Azizbek Xo'jamurotov kanali bo'ldi.